Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Redirp va nihoyat biz Mayson bilan shaharga keldik. Bizni mana bu chol olib keldi. Men Aliyosman. Aha. Mana Mayson salomlash obunachilar bilan. Salom. Poker, kazino va boshqa tavakkalchi o'yinlar 1xbet kommentariyadagi ссылка orqali ro'yxatdan o'ting. Redirp promo kodini kiriting va hisobingizga $100 bonus oling. Xo'sh, Mayson, nima deysan? Qanaqa mashina olamiz? Sizni bilaman, normalnisini olmasligimiz aniq. Bu gaping ham to'g'ri. Xo'sh, oltin Jiguli, Mercedes, ko'k Niva, oppa. Nima Lamborghini, Mercedes, yomon emas. Hozir nariyoqdagi BMW'ni ko'rishga boramiz. Afsuski bunaqasiga pulimiz yetmaydi. Balki yetar. Qanaqasiga yetadi? Pulingiz bordir, axir biz Minecraftdamiz. Yo'q, afsuski pulim yo'q. Mayli. Xo'sh, mana BMW. Shunga pulimiz yetadimi? Menimcha yetmaydi. Xo'sh, egasi ham turibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olasizmi? Bilmasam, narxi bizga to'g'ri kelmasligi aniq. Mayli. Xo'sh, Mayson, qaysini olamiz? Hech qaysini narxi to'g'ri kelmaydi sizga. Bu gaping ham to'g'ri. Oy, o'ta olmas ekanman, tishim ursin. Men sizga aytgandim ozish kerak deb. Hali semirganim yo'q. Yomon Jiguli emas ekan. Salom. Assalomu alaykum. Jigulingiz nech puldan bo'lyapti? 6000. $6000 juda ham qimmat. Yana qani? Oppa, bu nima bo'ldi? Niva ikkitali g'ildirak bilan. Qo'y, janob. Janob, nima? O'zir quloqim yaxshi eshitmaydi. Mashinangizga gap yo'q deyman. Katta rahmat. Tak, stop. Bu nima bo'ldi? Nima bo'ldi deyapman? Dvigatelmi? Ha, yadro dvigateli. Tushunarli. Yomon emas, lekin menimcha meni GAI to'xtatsa yadro dvigatel bilan mazza bo'lmasligi aniq. Qora Jiguli, balki shunisidan olarmiz, Nech puldan bo'lyapti? 3000. Dvigatel ishlamaydi. Dvigatel ishlamaydimi? Tushunarli. Ha, mayli, afsus, agar ishlaganda yaxshi bo'lardi. Xo'sh, qaysini olamiz? Bilmasam, lekin yomon emas. Bir do'stim bor, mashina bilan yordam berishi mumkin, lekin yo'q, o'zidan ko'ra ko'proq pul ketadi. Bunisini umuman olmaymiz. G'alati mashina ekan, oltiniga pulimiz yetmasligi aniq. Bunisiga ham pulimiz yetmaydi. Bravo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mashinangizga gap yo'q, ko'tarilganmi? Xuddi shunday. Dvigatel ham normal ekan, akkumulyator yomon emas. Faqat dvigatel biroz g'alati emasmi? Qandaydir ozmi detallari. Bu shunchaki ixchamlashtirilgan. Buni qarang, hattoki shassilar kengaytirilgan. Yomon emas. Bu nima ekan, qishloq joylarda yurish uchun mo'ljallangan maxluq. Yo'q, men ovchiman va qishloq joylarda ko'p yuraman. U yerda yo'llar yaxshi emas. Tushunarli, baribir ham yoniga kelmaganimiz ma'qul. Bizni cho'ntagimiz bunaqalarni ko'tarmaydi, shuning uchun. Buni dvigateli qayerda? Tushunmadim. Dvigateli yo'q, bu shunchaki maket. Tushunarli, maket ekan, ko'rdingmi? Baribir ham olmasdik. Janob, Nivangiz qanchadan bo'lyapti? Kengaytirilgan, ixchamlashtirilgan. Bor yo'g'i 2000. 2000? Nimaga buncha arzon? Shunchaki menga juda ham ko'p pul kerak. Shunaqami? Shunchaki RD promo kodi orqali 1xbetda ko'p pul yutmoqchiman va shunga pul kerak. Tushunarli. Mayli, unda yechib olishingiz mumkin kartadan. Yaxshi. Ammo e'tiborga oling, yutqazib qo'yishingiz ham mumkin, bilasiz. Yutish bilan birga yutqazish ham bor. Shuning uchun ham ehtiyot bo'ling. Xo'sh, qani, bagaj katta ekan, davay chiq. Oxirdan oldingizmi? Hamma yo'g'im og'riyapti. Hech qisi yo'q. Oldi o'rindiqqa o'tirishga hali yoshlik qilasan. Shuning uchun ham orqada yura qol va orqada o'rindiqlar nimagadir yo'q ekan. Bizga kerak emas. Chunki ko'proq baribir ham narsalarni tashish bilan shug'ullanamiz. Hamma yo'g'im og'riyapti. Hech qisi yo'q. Ushlab ol, yaxshilab. Ushlashga harakat qilyapman. Hamma yo'q. Tutab ketdi, tishini ursin. Yerni buzib yubordik, o'zini tishini ursin. Anchagina qattiq urildik, lekin menimcha mashinaga hech narsa qilmasa kerak. Qani, hech narsa qilmabdi. Men esa ichim to'kilib bo'ldi. Nimagadir nomer uchib yuribdi. Men ham ancha uchishimga to'g'ri yetib kelganimizcha. Bo'ldi. Axir sen erkak kishisan. Nima, yig'lamoqchimisan? Yo'q. Unda yaxshi. Xo'sh, qani, hozir mana bu yerlarni joyiga qo'yib chiqaylik. Aks holda zimir gapirishni boshlaydi. Buzilgan yer uchun gapiradi, lekin hozir bu yerda garaj qurganingizga gapirmaydi, shundaymi? Xuddi shunday. Chunki nima demoqchisan? Chunki bu bizning uyimiz va uyimiz oldida istagan ishimizni qilishimiz mumkin. Haqildan ozaman, siz bilan yashay olmayman. O'zing aytding, siz bilan qolaman debman. Endi chidashga majbursan, Mayson. Xo'sh, qani endi avval tayyorlab qo'ygan narsalarni olishimiz. Tak, stop. Nimadir unutgandayman. Mayli, bular o'z joyida tura qolsin. Mashina hujjatlari, yo-mayo. Mayli. Birinchi garaj qurib olaylik, keyinchalik menda raqam bor, ana odamni qo'ng'iroq qilib hujjatlarni olamiz. Nima, hujjatlarni qoldirib keldingizmi?
Meni ham qoldirib ketsangiz bo'lardi. Yo'q. Seni qoldirib ketmasligim aniq. Tak, endi shu yerda uzoqroqda tursin, garajni qurishni boshlaymiz. Okey. Xo'sh, mana shu tarafdan qursak menimcha bo'lsa kerak, a? Menimcha yopib qo'yadi uyni yonini. Tak, bu gaping to'g'ri, balki orqa tarafdandir. Orqa tarafdan o'g'irlab ketishsa, chaqirib yerga bitta ham oynamiz yo'q va qishloqda uy ham yo'q. Tak, bu gaping ham to'g'ri. Qayerdan qurishni bilmay qoldim. Balki mana bu o'rtaroqdan qurarmiz, a? Hozir mana buni olib tashlasak, lekin yo'q, gaping to'g'ri. Rostdan hozir orqa tarafga chiqib qoladi va chiqilsa oynalarni ham yopib qo'yar ekanman. Bu nima bo'ldi? Okey. Mayli, o'ylash kerak. Normal joy topmasak bo'lmaydi. Mana bu yerga qursak bo'ladi. Yo'q, Ha? qanday olib kirasiz mashinani? Yo'l to'g'rilik qiladi, jin ursin. Balki seni uying tepasidan qurib yuboramiz garajni. Nima? Axir hammasi qulab tushadi. To'g'ri, lekin biz Minecraftdamiz, qulab tushmasligi aniq. Axir bu yerda fizika yo'q. Bu gapingiz ham to'g'ri. Tak, qani bularni hammasini joylaymiz va umuman emas. Axir sen ham mavjud emassan. Nimaga bu yerda rol o'ynayapsan? Hayronman. Qiladigan ishing yo'qmi? Meni siz o'ylab topgansiz. Men bu ishlarni qilishni istamayman. Meni shunchaki kiber ruhimni ishlatyapsiz. To'g'ri, bu kiberqullik. Aha. Tak, endi hozir mana bularni olib tashlashimiz kerak. Yaxshi, oppa, bo'ldi. Xo'sh, bularni ham joylaymiz. Tak, mana yaxshi devor tayyor. Bu yerga mashina sig'armikan? Sig'ishi kerak, sig'masa sig'diramiz. Okey. Xo'sh. Menimcha shu yerda 4-5 blok orada bor, bemalol sig'adi. Faqatgina chiqishga normalniy darvozalar qo'ysak bo'lgani. Keyin esa hammasi chotki bo'ladi, senga aytsam, Mason. Iltimos, bunday g'alati gapirmang. To'g'ri aytsan, menga yarashmaydi. Ha, okey, bo'pti. Mason desam, balki yangi YouTube kanal ocharman, a? Bu yerda ikkimizni sarguzashtlarimiz chiqadi. Nima deysizlar? Qadrli obunachilar xohlagan bo'lardimi deylar shunaqangi yangi kanal ochishimni. Tak, Mason va Redder. Meni qo'shmaganingiz ma'qul. Nima yomay tiqilib qoldim devor ichiga. Chin ursin. Bo'lib chiqib oldim. Nima deysan? Meni qo'shmaganingiz ma'qul. Lekin seni qo'shmasligim qanday bo'ladi? Axir aytayapman-ku, Redder va Mason. To'g'ri. Hattoki istamasam ham qo'shasiz. Ha, xuddi shunday. Afsuski, nima ham qilardik? Bu yerda ssenariy aybdor seni meni yonimga qo'shib qo'ygan. Shuning uchun ham mana birga yashashga majburmiz. Senga aytsam, men aslida bunday azoblarni xohlamagan bo'lardim. Lekin mana iloji yo'q, qishloqdagi sarguzashtlarni olishga majbur bo'lyapman, Mason. Afsuski, hayotda hamma narsa ham har doim sen istagandek bo'lavermaydi. Va mana garajni tomini qurishni boshlaymiz. Balki normal ish toparsiz, a? Mason, nima deyapsan? Axir men YouTuberman. Meni qo'limdan video olishdan boshqa hech narsa kelmaydi. Bu yomon. To'g'ri aytasan. Xo'sh, endi esa tomni ko'taramiz. Balki balkon qilarmiz, bu yerda nima deysan? Balkon qilsak, tushib ketsa-chi? Qanaqasiga tushib ketdi? Axir biz Minecraftdamiz. Men shunchaki video realistikroq bo'lsin deyapman, siz esa buzyapsiz. Mason, harakat qilishni foydasi yo'q. Chunki bu video nima desam ekan, ochiqchasiga aytganda ikkinchi nav videosi va buni obunachilar ham tushunishadi. Shuning uchun ham uni ustida harakat qilmasak bo'ladi. Yo'q. Xuddi shunday. Shuning uchun ham o'zingni xuddiki videoda qatnashayotgandek video olishda nima desam ekan, aktivdek ko'rsatishing mumkin, lekin aslida unday emas. To'g'ri. Tak, mana bu yerdan olib tashlaymiz va uni ham olib tashlashimiz kerak. Yaxshi, endi bu yerdan kirib chiqsak bo'laveradi. Tuk, hozir bu yerga qo'yib chiqamiz. Yiqilib tushmasligi uchun yana ustidan yarim blok qo'yib chiqaman. Nimaga yiqilib tushaman? Axir yosh bolasan. Yosh bola haqidagi hazillaringiz umuman kulgili emas. Bilaman, kulgili emas. Shunchaki axir video orasini nimadir gaplar bilan to'ldirish kerak, shundaymi? Shunday. Mana men to'ldirishga harakat qilyapman. Yana aytasanki, men yomon YouTuberman deb. Albatta der, bilaman. Sen yomon YouTubersan, men ham axir biz hammamiz bir odammiz, shundaymi? Ha, xuddi shunday emas. Bir odammiz hammamiz. Shuning uchun ham tezda ovozingni joyiga qaytar. Bo'pti. Xo'sh, qani bo'ldi, endi yiqilib tushmasligi aniq. Xo'sh, qani ketdik pastga tezroq va tayyormisan ichkarini ko'rishga? Menimcha ichkarida hech narsa bo'lmasa kerak. Menim shunday deb o'ylayapman va yo'q, tushunmadim nima bo'lyapti. Nimaga o'tolmayapman? Axir men hozir bu yerdan teshik ochib narvon qilmoqchi edim. Qanday o'taman bu yerdan? Mayli, yo'q, qo'yaylik, boshqa joydan teshik ochamiz. Qani? Endi bu yerdan o'tsak bo'ladi. Faqatgina yana nimadir menga yoqmayapti. Bundan hozir ochib to'g'ri kelmay qoladi bir blokka. Mayli. Bular ish bo'ldi. Baribir bu yerda uzoq qolmaymiz, yaqinda shaharga ko'chib ketamiz, shuning uchun ham shart emas. Unda nimaga garaj quryapsiz? Daraxt chopib kelishimiz kerak. Nimaga garaj quryapsiz? Baribir ko'chib ketsak. Shunchaki axir videoda nimadir sodir bo'lishi kerak emas. Aqldan ozma. Sen ham meni shaxsiyatlarimdan biri sifatida buni bilishing kerak. Shunchaki video orasida gaplar bo'lishi uchun so'rayapman. Unda bunaqangi savollarni berishni davom ettiraver. Xo'p, buni ham hozir chopishimiz kerak. Bolta yo'qmi? Boltami? Yo'q. Mayli, shu ikkitasini olsam yetadi.
Hatsa bitta metodi ketdik. Xo'sh, shunchaki videoni biroz cho'zish kerak. Yana menimcha 4-5 daqiqa cho'zsak bo'ladi, nima deysan? Ha, xo'sh, qani bu yerga videoni cho'zish uchun mana bunday narsalarni o'rnatamiz. Tak, bunisini ham o'rnatishimiz kerak. Teparoqdan faqatgina o'rnata olmasam kerak. Hozir ataylab qilyapsizmi? Video cho'zish uchun yoki rostini o'rnata olmayapsizmi? Rostini o'rnata olmayapman. Tushunarli. Tak, qani hozir aylanib kelaman. Mana bu aylanib kelish esa rost ekanligiga cho'zish uchun. Tak, hozir qani bu yoqqa, endi tepaga va bizda mana yosh cho'plar tayyor. Endi lopatka ajoyib, bu bilan borib hozir yerni kovlaymiz. Nima qilyapsan bu yerda? Gaplaringizni poylayapman. Tushunarli. Tak, bu yerdan o'tolmayman shekilli. Nima bo'ldi fonda? Shunchaki deraza ochiq turibdi. Men yonidan mashina o'tib ketdi, signal ovozi. Balki ovozni o'chirib qaytadan yozarsiz, chunki signal ovozi tushib qolgani unchalik ham yaxshi emas. Axir Mason, bu shunchaki qishloq sarguzashtlari, uni ustida ishlash shart emas. Serial bo'lganda mayli edi, lekin qishloq sarguzashtlari shunchaki video chiqish uchun chiqayotgan video, bilasanmi? Xuddiki meni real hayotdan qochish uchun qilayotgan harakatlari mahsuldek. Tushunarli. Nima tushunarli? Shunchaki yana shizofreniya falsafasi boshlanyapti. Bu gaping to'g'ri. Afsus, Femi ketgandan keyin o'zgardim. Yomon tarafgami, yaxshi tarafgami bilmadim. Siz hech qachon yaxshi bo'lmagansiz, deb. Bu gaping ham to'g'ri. Qancha va'dalar berasiz, hammasini tuzatishga harakat qilasiz, lekin oqibatda hech narsani o'zgartirmaysiz. Bu gaping to'g'ri emas va o'zingni qaytar iltimos. Xo'p. Femi ham shu gaplarni aytardi, keyin esa ketdi. Abadiyga. Umid qilamanki, sen ketib qolmaysan. Qayerga ham ketardim? Javohir axir ketib qoldi-ku, umuman boshqa tarafga. Yo'q, aniqmi? Ha. U serial videolar olib yotibdi. Umuman boshqa tarafga ketmadi. Axir u eng boshdan maktab haqidagi, tasavvur qilyapsizmi, maktab haqidagi sizni nomer 1 qilib ko'targan narsa bilan ijodini boshladi. To'g'ri, Javohiram uncha uzoqqa ketmabdi. Shuning uchun ham shaxsiyatlaringizga salgina ko'proq erkinlik berishingiz kerak, Javohir, Rederp va Masonga ham. Xo'sh, nima deysan, Rederp? Men ham yaqinda yangi kanal ochib, o'zimni nomimdan yuritamanmi? Xo'sh, balki maktab haqida olarman. Mason, videoni buzmasdan o'zingni ovozingni qaytar. Bo'pti. Umuman olganda ortiqcha gapiraversang, sen umuman kanalga ham shaxsiyatga ham ega bo'lmaysan. Hech qanaqangi ozodlik bo'lmaydi. Shaxs sifatida rivojlanmaysan. Tushunarli. Xo'sh, bo'ldi. Endi qaytamiz. Femiga ham shunday deganingizdan keyin ketib qoldi, shundaymi? Femi shaxsiyatim emas edi. U alohida boshqacha, nima desam ekan, privilegiyalarga, imkoniyatlarga ega alohida mavjudot edi. Boshlang. Avo jinnixonam, mana u shaxsiyati 7 ga bo'lingan qanaqadir shizofrenik. Nimalar deyapsan, Mason? Men shunchaki nima deyishni bilmay qoldim. Hozir shoshmay tur, tepaga chiqib olay. Balki shunchaki dam olishingiz kerakdir, sevimli ishlaringiz bilan shug'ullanish. Afsuski, sevimli ishlarim yo'q. Video olishchi? Video olish real hayotdan qochish uchun harakati mahsuli. Telbalik nimaligini bilasanmi, Mason? O'zgarish challenge-da bir narsani qayta va qayta takrorlash. Xuddi shunday. Balki shizofreniya hayoti olarmiz, olsak bilasanmi, menimcha hamma kanallarimni birga qo'shib hisoblaydigan bo'lsa, mana live shizofreniya hayoti ketyapti. Bu gapingiz ham to'g'ridir. Balki Femini qaytarish uchun ongingiz ichiga sayohatga borarmiz, nima deysiz? Harakat qilib ko'rish mumkin. Bilasanmi, hammadan ko'ra sen ustingdan boshqarishni ko'proq eplayapman. Shuning uchun ham senga ishonaman. Sen bilan birga borishimiz mumkin. Qani kelchi? Ketyapmizmi? Yo'q, hali emas. Tak, mashina ideal joylashdi. Shu yerda menimcha garajni to'xtatsak ham bo'ladi. Yana birozgina o'zgartirishlar kiritamiz mana bu taraflardan va hammasi chiyotki bo'ladi. Shu so'zni gapirmang, iltimos, ko'nglim aynayapti. Bo'ldi, Mays, ovozingni qaytar. Xo'p. Shunchaki alohida bo'lib ajralib chiqqanimda, menim chiyotki deb yurishni istamayman. Menimcha senga shunchaki ozgina ko'proq ozodlik berib yuboribman. Yo'q, unday emas. Nimalar deyapsiz? Bu shunchaki hazil edi. Hazil, bilaman. Tak, qanday o'tish? Yo'q, o'ta olmayapman. Tishim g'alaq beryapti. Nima? Mana bu yerda bagajning orqasida qandaydir ko'rinmas hitbox bor, ana shundan o'ta olmayapman. Tishim ursin. Endi chiqa olmayapman. Mes, yordam. Men NPC'ma qanaqasiga yordam beraman? Okey, bo'pti. Buni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi. Xo'sh, hammasi tayyormi? Tayyor. Bo'pti. Qadrli obunachilar, shu yerda videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi qismlar chiqishi uchun like bosinglar va bo'ldi.